Keyingi ish beruvchimiz Chokolokma Bay Qo'zibek restorani ekan. Bular menejerlari, ish yurituvchilari. Hozir ulardan batafsil kimlar kerak, qanaqa ishchilar kerak, oylik maoshlari, ish haqida ma'lumotlarni batafsil so'rab olamiz. Xo'p, kimlar kerak aka bizga? Kimlarni ishga olamiz? Hop, bizga aslida hozir kerak bo'lgan xodimlar, ofitsiant va ofitsiantkalar va posudamойка. Nechta ofitsiant, ofitsiantkalar kerak? Hop, 5 ta, yo 5-6 ta. 5 ta. Opti bor, normalniy, yaxshi. ishlagan, biladigan, iloji bo'lsa, til biladigan bo'lsa ham zo'r bo'lsa kerak menimcha, chunki normalniy restoranga men o'zim ham ko'rdim. 3-chi odam kelmaydigan restoranga bo'lib kelsangiz TV ham zo'r bo'lsa kerak, xudo xolasa. Xo'p, ish vaqti qanaqa bo'ladi? Hop, 11 dan 11 gacha, 12 dan 12 gacha ikkita smenamiz bor. Ikkita smena, 11 dan 11 gacha, 12 dan 12 gacha, zo'r. Posudamойkaga 9 dan 9 gacha, 1 dan 1 gacha. Obedda 1 dan, kechqurun 1 gacha. Zo'r. Oylik maoshlari? Hop, 4,5 million so'mdan boshlanadi. Endi stajga qarab, o'zi kelganda o'zingizlarga qarab, turmushingizlarga qarab, optingizlarga qarab, ishlash faoliyatingizlarga qarab, yo'g'ini sekin o'zlari bilan kelishib gaplashib olsangiz bo'lar ekan. Juda ham zo'r, yaxshi ishlagan, bemalol tavsiya beramiz. Ishlar.uz O'zbekistondagi ishchi va ish beruvchini birlashtirgan yagona rasmiy kanal. Ishlar.uz kanali orqali siz o'zingiz uchun nafaqat ish, balki o'zingiz uchun yangi imkoniyatlarni topishingiz mumkin. Istoriyada 10 tadan oshiq, Telegram kanalimizda har kuni 40 ta, 50 tadan oshiq svejiy, yangi ishlarni qo'yib boramiz. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.